Assalomu alaykum bekajonlarim. Bugun sizlar bilan o'rik mevasi, ya'ni g'o'rasidan qishga shirin sharbat tayyorlaymiz. Avvaliga bankalarimizni yaxshilab sodada yuvib olamiz. So'ng mevalarimizni, bankalarimizni qaynoq suvda sterilizatsiya qilib olamiz. Birin-ketin g'o'ralarimizni to'lguncha solib, men sharbat uchun yalpizdan foydalandim. Siz esa limon bo'laklaridan foydalanishingiz mumkin. To'ldirilgan bankalarimiz ustiga qaynayotgan suvimizni quyib, qopqog'i bilan 10 daqiqaga olib qo'yamiz va to'kib tashlaymiz, chunki ichidagi dori, mikrob moddalari chiqib ketadi. Endi 1,5 stakan shakar, yarim osh qoshiq limon kislotasi solib, qaynoq suv quyamiz. Yarimiga yarim stakan tuz solsangiz, yarimi tuzlangan, yarimi shirin sharbat bo'ladi. Qopqoqlarni yopib, shunaqa urib chiqamiz, chunki ichidagi havochalar, gazlar chiqib ketishi kerak. Endi navbat ularni qattiq bekitishga. Aytinglarchi bekajonlarim, izohlarda yozib ketinglar. Sizlarga burama qopqog'ida bekitish osonmi yoki shunaqa maxsus bekitgichda aylantirib bekitish osonmi? Menga masalan bura bekitadigan yoqadi, chunki osonroqda. Bankamizni yaxshilab bekitib, ularni eskiroq to'shakka bir kunga o'rab qo'yishni maslahat beraman. Agar bugungi retseptim sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying, chunki bundan-da zo'r retseptlarni bilaman.